Bugun mamlakatimizda ko'chmas mulk ijara bozorini tartibga keltirish, huquqiy va iqtisodiy jihatdan takomillashtirish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Xususan, keyingi yillarda aholi sonining o'sishi, uy-joyga bo'lgan talabning ortgani va bozordagi shaffoflikning yetarli emasligi ijara munosabatlarini tizimga solish zarurligini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan Taraqqiyot nuqtasi munozara klubining navbatdagi sessiyasida davlat mulkini ijaraga berishda shaffoflikni ta'minlash, ijara to'lovlari va muddatlarining maqbulligi, ijara munosabatlarida tomonlar huquqlarining kafolatlari, sohadagi muammolar va ularni hal etish yuzasidan choralar muhokama qilindi. Hurmatli prezidentimiz 20-avgust kuni joriy yilda tadbirkorlar bilan bo'lgan muloqotida alohida bu ijara munosabatlari bo'yicha ham bir qator hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar borligi va bu boradagi qonunchiligi takomillashtirish bo'yicha va sohadagi amalga oshirilayotgan ishlarni qayta ko'rib chiqish nuqtai nazaridan tashabbus bildirildi va bu tashabbuslarning zaminida tadbirkorlarimizni takliflari, fikrlari, tadbirkorlarimizning murojaatlari turibdi va amaliyotda bu ijara munosabatlari borasida yuzaga kelayotgan vaziyat va holat aynan xuddi shu o'zgarishlarni, xuddi shu tashabbuslarni taqozo etdi. Mamlakatimiz iqtisodiyotda davlatni aralashuvini keskin qisqartirish va xususiy sektorga to'laqonli yo'l ochish, raqobatni qo'llab-quvvatlash yangi bir bosqichda turibdi. Aynan mana shu islohotlarda ijara munosabatlariga bo'lgan munosabatimiz buni qay darajada shaffof, buni qay darajada ochiq, adolatli, teng huquqlilik prinsipida bo'lishi bu juda muhim. Tadbirkorlarda ichidan chiqqan dardlari deymiz, ularda shu turli xil masalalarda, munosabatlarda, sud jarayonlarida yoki boshqa jarayonlarda turli xil subyektlar bilan bo'lgan munosabatlardan kelib chiqqan holatdagi takliflari eshitilib, mana shu barchasi davlatimiz rahbari tomonidan mana 138-sonli farmonda aks etdi. Mana shu farmonni ham agar ko'radigan bo'lsak, ikkita bandi aynan mana shu ijara masalasida, ijara munosabatlarini huquqiy tartibga solish, bu boradagi huquqiy bo'shliqlarni to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan masalalarga e'tibor qaratilgan. Ya'ni bu yerda topshiriq ketgan. Bu bo'yicha aynan normativ huquqiy hujjatlar tayyorlash, ya'ni bitta qonunosti hujjati va bitta qonun loyihasi. Bu demak, Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi tayyorlanishi kerak. Bu qonunosti hujjat sifatida va qonun loyihasi bu demak o'zi shu ijara to'g'risidagi qonunni yangilash. Ya'ni hozirgi bizning islohotlarimizga to'g'ri keladigan, mos keladigan, talabga javob beradigan qonunni mana 91-yilda qabul qilingan mana shu ijara to'g'risidagi qonunni takomillashtirish deymiz, transportatsiya qilish masalalari to'g'risida mutasaddilarga mana topshiriqlar berilgan. Qariyb mana 35 yil oldin qabul qilingan qonun bugungi islohotlarimizni, bugungi shiddat bilan o'sib borayotgan iqtisodiyotimiz, tadbirkorlikni rivojlanishiga to'liq javob bera olmasligi bu bor haqiqat edi. O'sha tadbirkorlar bilan uchrashuvda aytilgandek, bu tadbirkorlar tomonidan to'g'ri qayd etilgan masala, hozirgi kunda tadbirkorlikning yangi turlari, faoliyat turlari amalga oshiryapti. Yoki mulk obyektlari, ijaraga berilgan mulk obyektlarini ham yangi turlari, yangi ko'rinishlar paydo bo'lyapti. Va bu jarayonda ijara munosabatlaridagi zamonaviy shunaqa holatlar bo'lyaptiki, ijaraga beruvchi va ijaraga oluvchini haq-huquqini, normalarni taqqolatlaydigan yuqorida aytib o'tilgandek mukammal huquqiy asos albatta zarur. Muloqotda ta'kidlanganidek, davlat mulkini ijaraga berish onlayn auksion savdolari asosida amalga oshirilib, 2025-yilda respublika bo'yicha umumiy maydoni 137,8 million kvadrat metr bo'lgan 28,152 ta davlat mulki obyektlari uchun 624 milliard so'mlik ijara shartnomalari imzolangan. Bugungi kunda E-auksion platformasida 1268 ta davlat mulki obyektlariga ijaraga berish uchun chiqarilgan bo'lib, ularning umumiy maydoni 25,1 million kvadrat metrni tashkil qilmoqda. Ijara munosabatlarda tadbirkorlar bilan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash maqsadida joriy yilning o'zida bir qator imtiyozlar qo'llanilgan. Ijara markazlariga huquq vakolat berildi qonunchilik bo'yicha. Ya'ni ijara markazlari davlat mulki bo'lgan barcha tashkilotlarda monitoringlar o'tkazadi. O'sha joylarni xatlovdan o'tkazishadi va o'tkazgandan keyin bevosita shu o'zlarining platformasiga joylashtiriladi. Bu yerda o'sha tashkilot vakillarini kirishiga to'sqinlik qilishga monelik qilinmaydi bu narsa. Chunki bevosita o'zlari monitoring amalga oshiradi. Agarda ijara shartnoma rasmiylashtirilgandan so'ng balansga saqlovchi tadbirkor subyekti bo'ladimi, unga to'sqinlik qiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa ma'lumot beriladigan har qanday shartnoma munosabat bo'yicha yoki bo'lmasa beriladigan ma'lumotdagi noto'g'ri ma'lumotdan ko'rsatsa, boya parlament vakillari ham aytib o'tishdi, ijara munosabatlarga noto'g'ri ma'lumotdan berish, ijara summasi boshqa narsa, pasaytirib ko'rsatish masalasi, demak xuddi shunaqa aniqlangan paytdan boshlab bevosita ijara markazlari vakolat berilgan ularga subyektlarga nisbatan
ma'muriy javobgarlik masalasi bo'yicha protokol rasmiylashtiriladi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 245-moddasiga asosan bu turdagi huquqbuzarliklarni ko'rib chiqish masalasi bevosita jinoyat ishlar bo'yicha sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Yil boshida xususiylashtirish dasturi qabul qilingan. Mazkur dasturga asosan davlat mulki ijarasi agarda auksionda 6 oydan ko'p tursa 50% chegirma qilishi mumkin. Keyin hammalaringiz yaxshi bilasizlar, auksion tartibi bor, ya'ni auksionda kamida 2-3 odam ishtirok etishi kerak. Ijaraga nisbatan bitta ishtirokchi ishtirok etsa, auksionni yutib olgan deb hisoblanishi me'yori ham kiritildi. Prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriq asosida farmon qabul qilindi. Shu 138-farmonga ham asosan ijara muddati mana 3 yildan 5 yilgacha uzaytirib berildi. Ijaraga oluvchi tadbirkor agarda davlat mulkini ijaraga olishda 1 yillik pulini mablag'ini bir marta birdaniga to'lab bersa, unga Markaziy bank asosiy stavkasi miqdoriga mablag' qaytarib berilishi me'yorlari belgilab berildi. Munozara davomida ekspertlar tomonidan davlat mulkini ijaraga berish jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish choralari atroflicha muhokama qilindi. Jumladan, ijara munosabatlarida shaffoflikni ta'minlash, sohada korrupsiya omillariga yo'l qo'ymaslik maqsadida ijaraga oluvchilar o'rtasida tushuntirish targ'ibot ishlari muhimligi ta'kidlandi. Ijara munosabatlari to'g'ri, oxirgi yillarda raqamli platformalar shakllantirildi. Ijara munosabatlarida maksimal darajada inson omilini, subyektiv omillarni kamaytirishga e'tibor qaratildi-ku, lekin afsuski hozir kunda ham ayrim hududlarda, ayrim sohalarda ijaraga berishda sun'iy omillar, ya subyektiv omillar, ya'ni ijara narxini shartnomada past qilib ko'rsatgan holda aslida esa qo'shimcha og'zaki kelishuvlar asosida hanuz sohada korrupsion omillarni uchrayotganligi yoki bu bilan daromadlarni yashirish holati, ya'ni ijaraga beruvchi bilan ijaraga oluvchi o'zaro kelishuv, og'zaki kelishuvda ijara narxini boshqa summada, shartnomada esa boshqa summada ko'rsatyapti. Bu birinchidan o'sha daromadni yashirishga, yashirin iqtisodiyotga bir ta'sir ko'rsatsa, ikkinchidan ertaga ikki tomon o'rtasida nizo kelib chiqqanda bu huquqiy tomondan katta bir ziddiyat keltirib chiqaradi. Chunki ijara shartnomasidagi summa yetkazilgan zararni qoplashga yetmaydi. Bu tomonlari ham albatta bir soha mutasaddilari, o'sha balki huquqshunoslar tomonidan, balki boshqa bir mutasaddilar tomonidan bir qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Davlat mulkini ijaraga berish bilan birga xususiy mulkdor tomonidan ijaraga berish munosabatlari ham qizg'in muhokamalar markazida bo'ldi. Sohadagi yashirin iqtisodiyot, shartnomalarni rasmiylashtirishga e'tiborning kamligi natijasida yuzaga kelayotgan nizolar, ijaraga olingan mulk negizida qurilish ishlarini amalga oshirishda mulkiy munosabatlarning texnik va huquqiy jihatlari o'rganildi. Juda ham ko'p muammo kelib chiqdi. Yil boshida tadbirkorlar tomonidan ko'tarildiki, masalan, bitta bino, mana shu bino bo'ladigan bo'lsa, shu 3 qavatdan iborat. Bu joy uchun minimal miqdor belgilangan. Qaror bilan shu joyda joylashgan 1 kvadrat metrdagi joy shuncha qiymatda deb belgilangan. Bu joyda 3 ta qavat bor. 3 ta qavatning xususiyati tadbirkor uchun o'zi xizmat ko'rsatish bo'ladimi, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, hammasiga bu qavatlarning ahamiyati juda ham katta. Lekin qavatlarning narxi uchalasininki ham bir xil. Bu joyi tashqarisidagi yer maydoni ham xuddi shunaqa miqdorda ijara haqqi qo'llanilgandan keyin inshootdagi sharoit bu inshootdagi sharoit bilan farqi bo'lganligi uchun qiymatli bir xil bo'lganligi uchun bu ham har xil nomutanosibliklar borda. Bizda qonunchilik bo'yicha bo'shliq bormi yoki inson muomala, malakali mutaxassisligi bo'yicha omil bor? Savolingizga javob. 660-qaror bilan xalq deputatlari tomonidan tasdiqlanayotgan qurilish bo'yicha koeffitsiyenti alohida turgan bino, qo'shimcha qurilgan bino, binoning yuqori qismi, chirdak, bolxona, yerto'la, yarim to'la bilan belgilangan. Ya'ni qonunchilik bo'yicha bo'shliq yo'q. Ya'ni koeffitsiyenti mana shu indikator, mana shu bino bo'yicha har bitta etaj bo'yicha ham kengashda vakolati bor koeffitsiyentni qo'llab berish. Bu nuqtai nazardan agarda hisob-kitob masalasi bo'layotgan bo'lsa, uni hujjatni tayyorlayotgan mutaxassislarni biza mana shu soha bo'yicha yo malakasini oshirishimiz kerak, yo o'qitib olishimiz kerak. Bo'lishi bilan masala yechiladi. Oliy ta'lim vazirligini ta'lim muassasalari bilan birgalikda o'rta maxsus ta'lim muassasalarining ham obyektlari bor. Bu borada vaziyat qanaqasida? Qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasi ham aytildi. O'sha yerda haqiqatan to'g'ri bo'lardi. Balansda saqlovchiga ko'proq qoldirilsa. Biz har doim mana bu aktivlardan boshqa joydan topshiriqlar keladi. Biz o'shani oliy ta'lim muassasalariga, texnikum yoki akademik litseyllarga tushiramiz.
qatlovdan o'tqiz obyektingda ko'proq samarali foydalanish bo'yicha ijaraga chiqardi. Kam foiz o'ziga qolish hisobiga ko'proq ular bosh og'riqdan qutulish, ertaga qog'ozbozlik, arizabozlik ko'payishini oldini olib yashiradi joyini. Agarda shu qonunchilikka o'zgartirish kiritib, o'sha ta'lim muassasalarini balansda saqlovchiga foizini ko'paytirilsa, o'sha yerda ularga manfaat birinchi o'rinda-da. Birinchi o'rinda manfaat bo'lgan joyda o'sha yerda samara bo'ladi. Mana endi siz ko'proq amaliyotni yaxshi bilasiz. Ko'p o'sha ijara munosabatlarida nizoga kelayotgan, nizo yuzaga kelayotgan holatlar bo'yicha ham agar ma'lumotlaringiz bo'lsa aytsangiz, shuni ham bir muhokama qilardi. Amaliyotdan asosiy muammolardan bittasi bu ijaraga olgan binoni ta'mirlash masalasi bilan bog'liq munosabatlar. Qonunchilik bo'yicha boya ta'kidlaganimdek, agarda ikkita ploskostda ko'rayotgan bo'lsak, qonunchilik bo'yicha bizada tadbirkor olgan binoni, mana shu bino bo'yicha agar yurayotgan bo'lsa, mana shu binoni olib, uni kapital ta'mirlash bo'yicha xarajatlarni qilgan bo'lsa, u Qurilish vazirligi tomonidan berilgan litsenziyaga ega bo'lgan ekspertizaga huquqi bo'lgan tashkilotdan ekspertizadan o'tkazib, sarf xarajatlarini tasdiqlab bersa, ijara haqidan kapital ta'mirlashga ketgan mablag'lar chegariladi. Agarda ijara shartnomasi tugab, kapital ta'mirlash xarajatlari qoplanmay qolsa, uni balans saqlovchi qoplab beradi. Munozara yakunida ijara munosabatlarining shaffof, teng va qonuniy kafolatlarga asoslangan holda tashkil qilish bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish, sohada yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hamda tadbirkorlarning ijara munosabatlaridagi huquqiy savodxonligini oshirish borasida tadbirkorlar o'rtasida targ'ibot, tushuntirish ishlarini olib borish, sohadagi islohotlarni keng jamoatchilikka yetkazishlarini tashkil qilishga kelishib olindi.